Bugungi videomizda sizlar bilan miriqib dam olishga harakat qilamiz. Bu o'yinimizda, ya'ni car parking o'yinimizda biz bir kuchsizroq mashinani tuning qilamiz, ya'ni jihozlaymiz, kuchaytiramiz, xullas. Yangiroq biror, eskiroq biror mashina olamiz. Masalan, BMW emas, masalan, eskiroq mashina olish kerak-da. Shuni tuning qilamiz. Qaysi mashina olsam bo'larkan? Super tez mashina olmasam sizlar. Shu mashinani tuning qilamiz endi. Shu mashina qizil. Hozir oldik. Hozir mana tuning qilishni boshlaymiz endi. Go. Birinchi ranglarni boshlaymiz. Ranglar. Qaysi rang? Qanday rang mos deb o'ylaysizlar bunga? Qanday rang? Shu rang mosmikan? Do'stlar, shu rangda qilamiz hozircha. Shu rangda qilib turamiz. Bulardan qaysi biri? Mayli, mana buni olamiz. Wow, juda chiroyli turibdi o'zidan. Ketdi. Endi buni tuning qilamiz. Buni ham ali. Shupali. Xo'sh, mana tayyor. Bir tarafi. Ikkinchi tarafi ham tayyor. Moslorlikcha qarab qo'yaylik bitta. Sharqish bo'lib qopti. Mayli, bo'laveradi shu. Endi keyingisi bo'lib, buni chiroyliroq narsani qo'yamiz. Kerak. Yo-mayo, do'stlar, shunaqa narsani ko'rganmisizmi bu yerda? Yo-mayo. Xo'p. Birinchi rab turamiz hozircha. Yo'qmi, yaxshimi? Bu qanday g'alatiroq qilibga o'xshab ko'rinyapti. Mana shu yaxshi. Xuddi shuni olamiz. Mashinaga bosamiz. Shu tuning. Şunu qaysi bir manager so'raymiz. Tuning tayyor. Endi real bo'limidan buni hozircha qora qilamiz. Buni ham qora qilib turamiz. Endi savol qo'yamiz. Smoking. Mana shunday bo'laveradi. Va endi biz o'zimizning imzoyimiz. O'zbekiston bayrog'i. Endi tishlaymiz oldiragi. Yo, bu uncha yozmaymiz. Shu diskrasmikan. Mana bu yoki bu. Mana shuni turamiz sotishlar. Shu anda agar shu video kommentida bir komment yozasizlar, shu kommentda
kimning like ko'proq bo'lsa, mana shu g'ildirakka o'sha odamning yoki mana yoniga o'sha odamning ismini tushirib qo'yaman mana shu yerga. Hozir sizga qanday tushirishimni ko'rsataman. Birinchi qaytib olamiz. Hozir mana qaytamiz. Boshiga T harfini bosamiz. Hozircha car parking turibdi va o'zimizning ismimizni kiritamiz. Bizning ismimiz Fiz iz. Yoki yozib qo'yaveramiz. Mayli yozish yaxshi. Mayli yozib qo'yaveramiz. Hozircha agar shu videoga like qilsa, shu mashina o'ziga kichik video qilib mana shuni ismini yozaman. Agar shu kommentda kimning ko'p like olsa, hozircha mana endi ichki mexanizmlarga o'tamiz. Hammasi tashqaridan tayyor, endi ichkiga o'tamiz. Yozmaymiz dedik biz. Chiqamiz. Kichik tuning. Tashqaridan tuning bo'ldi. Garajga boramiz. Corded tuning 100 naymiz turamiz. Hop, 50 ko'tarib ketmaslik uchun. Hozir hamma narsasini olishga harakat qilyapman. Tayyor. Kim car parking o'ynashini aytsanglar, kim masalan mana start kiramiz, online gaming degan narsani bossanglar, onlayn o'ynaysizlar. Do'stlarim bilan o'shanda men asha kirganimda video chiqaraman. O'sha mashina ko'p like kommentariya egasiga ismini yozib sotaman. Ya'ni tekinga. Hech qanday pul so'ramayman bu. Kimga yoqqan bo'lsa mana tayyor shu. Mana tuning qildik. Mana bu joylari sal darakli bo'lib qolgani uchun uzr. Rasmlardan ko'p chiza olmadik. Keyingi safarlarga ko'rishguncha xayr do'stlar.